Buvayda degan joyga borib, inshaalloh shovlani chaqachaqi bo'lar ekanda, u chaqachaq degan joy. Do'stim Umidjon bilan uchrashib qoldik yana. Umidjon, assalomu alaykum va rahmatulloh. hozir shu kunlarda nima bilan shug'ullanyapsiz? Shuni ayting. Hozir shu kunlarda 110-maktabga borib kitoblarni olib keldim. Xudo xolasa endi maktabga tayyorgarlik. Allohning izni bilan bitta bolam birinchi smen bo'libdi, ikkinchisi smen bo'libdi. Bu degani maktabga 4 marta borib kelishim kerak degani. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Demak, farzandlarni kelajak uchun yuribsiz. Shunaqa. Farzandlarga ilm beraman debsiz, Shunaqa. Albatta. Bu yaxshi. Umidjon, shu kunlarda nimani rejalashtiryapsiz? Inshaalloh shu kunlarda Farg'onaga borishni rejalashtiramiz. Farg'onaga borib inshaalloh mana baliq sezoni kelyapti. Borib baliq yeymiz, keyin Buvayda degan joyga borib inshaalloh shovlani chaqachaqi bo'lar ekanda, u chaqachaq degan joyi bo'lar ekan. O'shanisidan borib yeb kelamiz. Shuni nazar aniq qo'yamiz inshaalloh. Buvaydada Yanqo'rg'onda shovla Go'shtli. mendan sizga Inshaalloh. kelishdik. Bo'ldi. Yallah.